Istanbullik kelin serialida avvaliga xudbin, manfaatparast, hasadgo'y ayol, biroq voqealar rivojlangan sari o'zgarib, oilasini, farzandlarini sevadigan ayolga aylanadigan Ipek rolini Dilara Aksuyak o'ynagan. Dilara 1987-yil 24-iyulda Izmir shahrida tug'ildi, ammo oilasi u 7 yoshida otasining ishi tufayli mo'jaz shahar Edirnega ko'chib o'tdi. Dilara oilada yolg'iz farzand edi. Shu bois ba'zan o'zini yolg'iz sezardi. Ko'nglini ochish uchun o'zi bilan o'zi o'ynar, turli rollarni sinab ko'rardi. U kasalxonaga borib, ko'zida yosh bilan "Singlim kasal bo'lib qoldi, nima qilay?" deyishi mumkin edi. Odamlarni ishontirish unga yoqardi. 6 yildan so'ng Dilara Istanbulga ko'chib o'tdi. Ma'lum muddat o'tgandan so'ng u bir serialga sinov topshirib, osongina o'tdi, ammo uni rolga tasdiqlashmay, taniqliroq aktrisani tanlashdi. Qolaversa, prodyuser uni plastik jarrohlik amali qildirgan deb hisoblardi, ammo unday emas. Aktrisaning debyuti uylardan biri bo'ldi. O'shanda u bebaho tajribaga ega bo'ldi, biroq bu uning uchun hamma eshiklarni ochib beradigan rol emasdi. Uning o'zi bu loyihada o'zini to'liq namoyon qilolmaganini his etardi. Rahmdillik serialidagi Shodiya roli aynan u orzu qilgan ish bo'ldi. Bu loyihada ishlash unga ham, tomoshabinlarga ham zavq bag'ishlardi. Dilarani serialga Gulo'g'iz va Jag'an Ermak chaqirdi. Shundan so'ng Dilara keng ko'lamli loyiha Muhtasham 100 yil Kosim imperiyasida Rahshon Xotun rolini o'ynadi. Aktrisaning bir intervyusida tan olib aytishicha, u yolg'izlikni yoqtiradi. Hayotiga kimnidir kirgizishni istamaydi, ammo unga ham e'tiborda bo'lish yoqadi. Yolg'izlikni yoqtiraman deganiga qaramay, aktrisa 2015-yildan 2020-yilgacha Jayhun Mengiro'g'li bilan yaqin munosabatda bo'ldi. Yosh aktyor Dilaradan 1 yosh kichik edi. Ular Uning ismi Baxt serialining suratga olish maydonchasida tanishishgandi. Dilara 2020-2021-yillarda Urushqoq, 2021-yilda esa Boshimning balosi, 2022-yilda Qalb yarasi serialida suratga tushdi. 2024-yildan Dilara Men bu jahonga sig'masman serialida o'ynay boshladi.